Assalomu alaykum aziz nemis tili o'rganuvchilari. Bugun biz juda qiziq va ko'pchilikni o'ylantiradigan mavzu haqida gaplashamiz. Bu nemis tilini grammatika va yozuv chizuv bilan qiynalmasdan o'rganish. Ko'pchilik nemis tilini o'rganishni boshlaganda birinchi navbatda grammatika kitobini ochadi. Artikllar de, di, das, ken, akkusativ, dativ, genitiv fe'llarni tuslanishi, gap tuzilishi, zamonlar, predloglar va yana juda ko'p qoidalar. Natijada odam tilni o'rganishdan oldin tilning qoidalarini o'rganishga kirishib ketadi. Bir necha kundan keyin esa charchaydi. Nemis tili juda qiyin ekan deb o'ylaydi. Aslida esa bu muammo nemis tilining qiyinligida emas. Muammo tilni qanday o'rganishimizda. Tasavvur qiling, kichkina bola ona tilini qanday o'rganadi? U avval grammatika kitobini o'qimaydi. U men hozir perfekt zamondan foydalanishim kerak deb o'ylamaydi. Bu so'zning artikli nima ekan deb lug'at varaqlamaydi. U shunchaki eshitadi. Onasi gapiradi, bola eshitadi. Otasi gapiradi, bola eshitadi. Atrofdagi odamlar gapiradi, bola eshitadi. Keyin bola eshitgan so'zlarni takrorlay boshlaydi. Avval bitta so'z, keyin ikkita so'z. Keyin kichik gaplar va vaqt o'tishi bilan u tilni tabiiy ravishda o'zlashtirib boradi. Demak, biz ham nemis tilini o'rganishda shu tabiiy usuldan foydalanishimiz mumkin. Bu grammatikani umuman o'rganmang degani emas. Grammatika kerak, lekin boshlanishda grammatikani markazga qo'yish shart emas. Eng muhimi nemis tilini eshitish, tushunish va gapirishni boshlash. Masalan, nemis tilini endi o'rganyapsiz. Siz "Ich lerne Deutsch" degan gapni eshitasiz. Buning ma'nosi men nemis tilini o'rganyapman. Siz bu gapni grammatik jihatdan tahlil qilishingiz shart emas. Shunchaki eshiting. Ich lerne Deutsch. Yana bir marta. Ich lerne Deutsch. Keyin o'zingiz ayting. Ich lerne Deutsch. Yana Ich lerne Deutsch. Shu oddiy gap miyangizga kirib boradi. Keyin boshqa gap. Ich spreche Deutsch. Men nemis tilida gapiraman. Ich spreche Deutsch. Men nemis tilida gapiraman. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Men ozgina nemis tilida gapiraman. Ko'ryapsizmi? Biz grammatikani alohida mavzu sifatida yodlamayapmiz. Biz tayyor gaplarni o'rganyapmiz. Bu juda muhim. Chunki real hayotda odamlar grammatika qoidalari bilan emas, tayyor gaplar bilan muloqot qiladi. Siz do'konga kirganingizda akkusativ qanday ishlatiladi deb o'ylamaysiz. Siz was kostet das deysiz. Bu qancha turadi? Restoranda Ich möchte einen Kaffee. Men bir qahva xohlayman. Ko'chada Wo ist der Bahnhof? Vokzal qayerda? Tanishganingizda Wie heißt du? Ismingiz nima? Isming nima? Ich heiße. Men, misol uchun Ich heiße Hayal. Men xayolman. Mana shu gaplar sizga real hayotda kerak bo'ladi. Shuning uchun nemis tilini o'rganayotganda dastlab qoidalarni emas, hayotda ishlatiladigan iboralarni ko'proq o'rganish foydali. Endi ikkinchi muhim masalaga o'tamiz. Bu eshitish. Agar siz nemis tilida gapirishni xohlasangiz, nemis tilini ko'p eshitishingiz kerak. Masalan, har kuni 20-30 daqiqa nemis tilidagi oddiy videolarni tinglang. Hammasini tushunishingiz shart emas. Hatto dastlab 30%ni tushunsangiz ham mayli. Muhimi qulog'ingiz nemis tiliga o'rgana boshlaydi. Avval nemis tili sizga juda tez va tushunarsiz tuyulishi mumkin. Go'yoki hamma so'zlar bir-biriga qo'shilib ketgandek bo'ladi. Lekin har kuni tinglasangiz miyangiz asta-sekin so'zlarni ajrata boshlaydi. Masalan, dastlab siz Guten Morgen, wie geht's dir deb eshitgandek bo'lasiz. Keyinchalik esa Guten Morgen, wie geht's dir kabi iboralarni alohida taniy boshlaysiz. Bu til o'rganish jarayonining tabiiy qismidir. Shuning uchun birinchi kundanoq hamma narsani tushunishga harakat qilib o'zingizni qiynamang. Ko'p eshiting. Keyingi qadam takrorlash. Eshitganingizni ovoz chiqarib takrorlang. Masalan, video yoki audio. Guten Morgen, wie geht's dir? Siz Guten Morgen, wie geht's dir deysiz. Keyin mir geht's gut. Siz ham mir geht's gut. Bu usulni ko'pincha shadowing, ya'ni gapiruvchining ortidan takrorlash deb atashadi. Bu usul talaffuzni yaxshilashga, gapirish tezligini oshirishga va nemischa gaplarni tabiiyroq aytishga yordam beradi. Bunda ham yozish shart emas. Daftar ochib 50 marta yozish shart emas. Avval gapni o'zingiz bilan ayting,
Til bu faqat bilim emas, til bu ko'nikma. Masalan, velosiped haydashni kitob o'qib o'rganib bo'lmaydi. Siz velosipedga chiqishingiz kerak. Suzishni ham faqat nazariya bilan o'rganib bo'lmaydi. Suvga tushishingiz kerak. Xuddi shunday, tilni ham faqat grammatika kitobidan o'rganib bo'lmaydi. Tilni ishlatish kerak. Shuning uchun nemis tilini o'rganishda o'zingiz bilan gaplashing. Ha, o'zingiz bilan. Masalan, ertalab uyg'ondingiz. Guten Morgen. Jetzt stehe ich auf. Ich mache Frühstück. Oddiy gaplar. Siz o'zingiz qilayotgan ishni nemis tilida aytib boring. Ovqat yeyapsizmi? Ich esse. Choy ichyapsizmi? Ich trinke Tee. Tashqariga chiqyapsizmi? Ich gehe nach draußen. Dastlab gaplaringiz mukammal bo'lmasligi mumkin. Hech qisi yo'q, eng katta xato qilishdan qo'rqishdir. Ko'pchilik nemis tilida gapirishni xohlaydi, lekin ichida shunday fikr bo'ladi. Avval grammatikani mukammal o'rganib olay, keyin gapiraman. Bu keyin esa ko'pincha kelmaydi, chunki grammatika juda katta mavzu. Bir qoidani o'rgansangiz, keyingi qoida chiqadi. Keyin istisnolar chiqadi, keyin yana boshqa mavzu va odam gapirishni boshlaydi. Shuning uchun boshdanoq gapiring, xato qiling, yana gapiring, yana xato qiling va asta-sekin to'g'rilanib boring. Masalan, siz ich gehe Arbeit deb aytishingiz mumkin. Grammatik jihatdan to'g'ri emas, lekin siz nimani aytmoqchi ekanligingizni bilasiz. Keyin to'g'ri variantni eshitasiz. Ich gehe zur Arbeit va asta-sekin miyangiz to'g'ri shaklni qabul qiladi. Shunday qilib grammatika ham tabiiy ravishda miyaga singa boshlaydi. Albatta, ma'lum darajaga yetganingizdan keyin grammatikani tizimli o'rganish juda foydali. Ayniqsa imtihon topshirish, rasmiy yozish yoki professional nemis tili kerak bo'lsa. Lekin boshlang'ich bosqichda maqsad boshqa. Maqsad nemis tilidan qo'rqmaslik. Maqsad eshitganda tushunish, maqsad oddiy gaplarni ayta olish. Maqsad kundalik hayotda o'zingizni ifoda qila boshlash. Endi yozuv haqida ham bir fikr aytib o'tmoqchiman. Yozish ham albatta foydali, lekin agar siz hozir gapirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, butun vaqtingizni daftar to'ldirishga sarflashingiz shart emas. Masalan, bir so'zni 20 marta yozishdan ko'ra, uni 20 marta eshitish va bir necha marta gapda ishlatish siz uchun foydaliroq bo'lishi mumkin. Gehen, borish. Shunchaki gehen deb yodlamang. Ich gehe nach Haus. Wir gehen zusammen. Ich gehe heute zur Arbeit. Mana shu tarzda o'rganing. Chunki miya so'zni alohida emas, kontekst bilan yaxshiroq eslab qoladi. Yana bir muhim narsa, har kuni ozgina bo'lsa ham shug'ullanish. Bir kunda 5 soat o'qib, keyin bir hafta umuman nemis tiliga qaramaslikdan ko'ra, har kuni 1 soat, 2 soat shug'ullanish samaraliroq bo'lishi mumkin. Masalan, 10 daqiqa nemis tilini tinglang. 10 daqiqa eshitgan gaplarni takrorlang. 10 daqiqa o'zingiz gapiring. Mana shu oddiy mashqlarni har kuni bajaring, bir oy davomida. Keyin natijaga qarang. Siz avval eshitmagan so'zlaringizni taniy boshlaysiz, gaplarni tezroq tushunasiz, talaffuzingiz yaxshilanadi. Eng muhimi, nemis tilida gapirishdan qo'rqmay qo'yasiz. Shuni ham unutmang, nemis tilini bir kunda o'rganib bo'lmaydi. Lekin har kuni ozgina o'rgansangiz, bir necha oy ichida katta farqni ko'rishingiz mumkin. Bugun 10 ta gap, ertaga yana 10 ta, bir haftada 10 lab yangi iboralar, bir oyda 100 lab iboralar va vaqt o'tishi bilan bu iboralar sizning faol lug'atingizga aylanadi. Shuning uchun nemis tilini o'rganishni qiyinlashtirmang. Avval eshiting, keyin takrorlang, keyin gapiring, xato qilishdan qo'rqmang. Grammatikani esa kerak bo'lgan payt asta-sekin qo'shib boramiz. Yozuvni ham keyinchalik rivojlantiramiz. Til o'rganish bu poyga emas, bu jarayon. Eng muhimi to'xtab qolmaslikdir. Va eng muhim nuqtaga yetib keldik. Biz sizga ushbu kanalimizni jamoamiz bilan birgalikda nemis tilini o'rganish uchun juda ham yordam beradi deb o'ylaymiz. Biz har kuni nemis tilidagi eng kerakli bo'lgan, ya'ni gapirishda eng kerakli bo'lgan mavzularni joylab boramiz hamda o'sha talaffuzini sizga eshittiramiz. O'zbekchasi tarjimasi ham tagidan yozilgan bo'ladi va eng muhim maslahat, eng muhim qoida, har bir so'zni yodlab, o'sha kun davomida o'sha so'zlarni, ya'ni so'z emas, so'z birikmalarini takrorlab borasiz hamda o'zingiz o'tirsangiz ham, tursangiz ham o'sha so'zlarni hayotingizda o'sha ishlatishga harakat qilasiz. Bu uchun sizlarga yaqindan yordam beradigan vosita bu albatta sun'iy intellekt vositalari. Qaysi bir sun'iy intellekt ishlatsangiz, ko'proq menimcha ham ChatGPT bu borada sizlarga yordam beradi.
eng asosiysi o'sha nemis tilida gapirish va faqat gapirish. Bunda siz uchun kanalimizga joylanib boriladigan mavzulashtirilgan so'z iboralari yordam beradi. Har kuni 50 ta so'z iboralari joylashtiramiz va oxirida 20 ta savol beriladi va o'sha mavzuga oid savollarga agar qiyinchiliksiz javob bera oladigan bo'lsangiz, o'sha mavzuni o'zlashtirdi degani bo'ladi va bir oy ichida 30 ta mavzuni agar har kuni qoldirmasdan yodlab, takrorlab, o'sha gapirishda ishlatib boradigan bo'lsangiz, siz 0 darajadan 100% A2 darajaga o'sha gaplashuv yo'nalishingiz albatta 100% A2 darajaga chiqadi degan umiddamiz. Va keyingi kunlarda ham mavzularni takrorlab orada qo'yadigan bo'lsangiz va muloqotda обязательно ishlatadigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham katta yordam beradi. Kanalimizda qoling va o'zingiz uchun vaqt ajrating. Kuniga hech bo'lmaganda 2-3 soat vaqt ajrating. Albatta natijangiz juda ham bomba bo'ladi degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha darslarimizni kuzatib boring.